Mamlakatimiz umumta'lim maktablarida 2025-2026 o'quv yili yakuniga yetib bormoqda. Joylarda bitiruvchilarni ta'limning navbatdagi bosqichiga yo'naltirish choralari ko'rilyapti. Kasbiy ta'lim tizimida ham bu borada katta tayyorgarlik jarayoni amalga oshirilmoqda. Muxbirimiz Toshkent viloyatidan tayyorlangan lavhasi bilan mavzuni davom ettiradi. Toshkent viloyati kasbiy ta'lim boshqarmasi hamda Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi O'rta Chirchiq tuman bo'linmasi hamkorligida 3-sonli texnikumda tashkil qilingan ochiq eshiklar kuniga hududdagi maktablarning bitiruvchi sinf o'quvchilari jalb etildi. Ishtirokchilar jami 754 nafar o'quvchi 10 turga yaqin kasb-hunar o'rgatilayotgan texnikumning salohiyati bilan tanishdi. Ularga texnikumning qabul kvotasi mavjud va yangi ochiladigan yo'nalishlar, dual ta'lim tizimi, kasb to'garaklari, shuningdek zamonaviy o'quv laboratoriya bazasi haqida to'liq ma'lumotlar berildi. Bugun Toshkent viloyatida faoliyat yuritayotgan 57 ta texnikumlarda demak 104 ta kasb bo'yicha mutaxassis tayyorlanayotgan bo'lsa, keyingi yangi o'quv yiliga ehtiyojlarni inobatga olib 145 ta kasbni tayyorlashni o'zimiz oldimizga maqsad qilib oldik. Qamrovini bu yil mana 34% ga yetkazishni rejalashtirgan bo'lsak viloyatda, bu bilan demakki 35 mingga yaqin o'quvchini kasbiy ta'limda qamrab olgan bo'lamiz. Kasbiy ta'lim agentligi tomonidan ijtimoiy loyihani yo'lga qo'yganmiz. Bir kasb, bir yaxshilik deb nomlanadi. Tahsil olayotgan o'quvchilarimiz va faoliyat yuritayotgan ishlab chiqarish ustalarimiz mahallalarda yashayotgan ehtiyojmand, ijtimoiy himoyaga muhtoj oila vakillarimiz bo'lsa ko'maklashilmoqda. Shu kuni ko'plab yigit-qizlar ta'limning keyingi bosqichini mazkur texnikumda davom ettirish istagini bildirdilar. Ular o'zlari qiziqqan kasbning sir-sinoatini ushbu ta'lim muassasasida o'rganish bo'yicha qat'iy qaror qabul qilishdi. Men 43-maktab 9-sinf o'quvchisiman. Bizni hozir texnikumga tanishtirishga olib kelishdi. Men o'zim texnikaga qiziqqanim sababli shu yo'nalishda tanishdim. Bizga ko'rsatishdi, dvigatel qismini ta'minlashni, yurish qismini ta'minlashni va elektr qismini ta'minlashni ko'rsatishdi. Haydovchilik guvohnomasiga yo'llanma berishar ekan. Shu narsaga qaror qildim, maktabni bitirib, shu yerda o'qishimni davom ettirmoqchiman. Ma'naviyat karvoni loyihasi doirasida o'quvchi yoshlar uchun ma'rifiy, madaniy va sport yo'nalishida dasturlar taqdim etildi. Albatta, bunday tadbirlar yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda ma'naviy ma'rifiy salohiyatini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etadi.